Agar o'sha o'tgan ota-bobolarimiz, sahobalar bizni hozirgi ahvolimizni ko'rsa, shular bizni zurriyotimiz deb tan olarmidi ekan? Shu savolni berib ko'raylik-da. Kimsizlar sizlar? Sizlar musulmonmisizlar? Desa kerak edi hozirgi ahvolimizni ko'rib turib. To'g'ri. Boshqa ummatlar o'zini tarixidagi ulug' insonlarda aytib faxrlangan paytda aytamizki, to'g'ri, sahroda o'sib qolgan bir dona gulni topib tanlash oson, boshqa gul yo'qda. Boqqa kirdingiz, hech qanday gul, bitta gul o'sib qolibdi. Buni olib gapirish osonda. Osmonda bitta yulduz ko'rinib turibdi, uni maqtash osonda. Endi birodarlar, bizning tariximiz bilasizlarmi, nimaga o'xshaydi? Gulni turli navlari bilan to'lib toshgan boqqa o'xshaydiki, qaysi birini tanlashni bilmaysiz. Bizning tariximiz osmonga to'lgan yulduzlarga o'xshaydiki, har bitta sahoba bittadan yulduz. Qaysi birini maqtashni, qaysi birini tanlashni bilmaysiz. Ha, boshqa ummatlar o'zini tarixida o'tgan odamlarni bitta qilgan fazilatli ishiga to'rtta yolg'onni qo'shib bo'rtirib gapirgan. Bizni o'tgan solih insonlarimizning hayotini qarang. O'qib turib, nahotki shunday bo'lgan. Biz musulmon bo'lib turib